Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 2-sinf tarbiya darsligining o'qituvchi va o'quvchilar mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Darsimizning maqsad va vazifalarini belgilab olamiz. Ta'limiy maqsadi o'quvchilarga o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat mohiyati haqida bilim berish, o'quvchilarning jamiyatdagi o'rni va vazifalari bilan tanishtirish, o'quvchi sifatida o'z huquq va burchlarini bilib olishga yordam berish. Tarbiyaviy maqsadi o'qituvchiga hurmat, bilimga intilish va mas'uliyat hissini shakllantirish, jamiyatda ishlash, odob-axloq me'yorlariga amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zini tutish madaniyatini tarbiyalash bo'lsa, rivojlantiruvchi maqsadi esa o'quvchilarni tanqidiy fikrlash, fikr bildirish va asoslash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z fikrini erkin ifoda etishi, muhokama qilishi va muloqotda bo'lish qobiliyatlarini shakllantirishdan iboratdir. O'quvchilar uyga vazifani bajarib keldikmi, daftarimizni tayyorlab qo'yamiz. Bugungi mavzuimiz, ya'ni o'qituvchi va o'quvchilar mavzusini daftarimizga tushiramiz. Demak, aziz o'quvchilar, bu yerda 2 o'quvchining suhbati berilgan ekan, uni o'qiymiz birgalikda. Madina mana bu topishmoqni topchi. Bolalarga o'qish yozishni, tabiatni sevishni, kattalarni hurmat qilishni kim o'rgatadi? Akmal, axir bular ustozlarimiz-ku. Ustozlarimizning kasb bayrami borligini bilasanmi? Albatta bilaman. Axir har yili 1-oktyabr kuni shogirdlari buvimni tabriklashga kelishadi. Aziz o'quvchilar, o'qituvchilar, ya'ni ustozlar bayrami qachon ekan? Ha, albatta, 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni hisoblanadi. Aytingchi o'quvchilar, bu suratda kim tasvirlangan? Ha, barakalla. Bu suratda o'qituvchining surati tasvirlangan. Bu faqat o'qituvchilar emas, balki barcha ustozlar, murabbiylar, har bir sohadagi ustoz va murabbiylarning bayrami hisoblanadi. O'quvchilar, darsligimizda Iskandar va Arasto nomli matn berilgan ekan. Buni birgalikda o'qiymiz. O'tgan zamonda Iskandar degan podsho bor edi. Uning Arasto ismli olim va dono ustozi bor edi. Iskandar ustozini o'ziga bosh vazir qilib, barcha mamlakat ishlarini unga topshirdi. Har bir ishni u bilan maslahatlashar va ustozini qattiq hurmat qilar edi. Bir kuni vazirlardan biri Iskandardan so'radi: "Nima uchun Arastoni otangizdan ham ortiq hurmat qilasiz?" Iskandar aytdi: "Otam go'yoki meni osmondan yerga tushirdi, ammo ustozim yerdan osmonga ko'tardi. Buning ma'nosi shuki, otam meni dunyoga kelishimga, ustozim esa ilm va odob o'rganib, podsho bo'lishimga sababchi bo'ldi. Shuning uchun ham ustozimni otamdan ortiq hurmat qilaman." Demak, aziz o'quvchilar, ustoz otangdek ulug' degan gapning ma'nosi juda ham katta ekan. Bu matnning surati ham berilgan. Suratga e'tibor bersalaringiz, unda ustoz-shogird munosabati tasvirlangan. O'quvchilar, bu matn kimning qalamiga mansub ekan? Ha, albatta, bu Munavvar qori Abduroshidxonov qalamiga mansub matn edi. O'quvchilar, surat tagida sizlarga savollar berilgan ekan. Savol: Iskandar nima uchun Arastoni bosh vazir qilib, davlatning muhim ishlarini unga topshirdi? Ha, albatta, Arasto chunki dono, aqlli bosh vazir, ya'ni uning ustozi edi. Iskandar nima sababdan ustozini qattiq hurmat qilar edi? Axir shunday bilimli, dono inson unga odob, axloq, yo'l ko'rsatgan insonni hurmat qilmasdan ham bo'ladimi? Aziz o'quvchilar, sizlar ham ustozingizni hurmat qilasizlarmi? Barakalla. Endi o'quvchilar, bu yerda gaplar berilgan. Bu gaplarni to'g'ri moslashtirishimiz kerak. Demak, birinchi gapni o'qiyman. Ustoz bilimli bo'lsa, demak, qaysini qo'yamiz? Ha, to'g'ri. Shogird ilmli bo'ladi. Ikkinchi gap: yaxshi muallim o'quvchilarning hurmatini qozonadi. Keyingi gapimiz:
O'qishga toqat kerak. Qaysini qo'yamiz o'quvchilar? Barakalla, uchishga esa qanot. O'zimni aqlli o'quvchilarimdan. O'quvchilar, darsligimizga qarab boramiz. Bu yerda ibratli ustoz matni berilgan ekan. Matnni o'qiymiz. Abdulla Avloniy o'z davrining mashhur ustozlaridan biri edi. U Toshkentda yangi maktab tashkil qildi. Bu maktabda darslar o'zbek tilida olib borilar edi. Abdulla Avloniy maktabda geografiya, kimyo, fizika fanlarini o'qishni yo'lga qo'ydi. Darslar orqali tanaffusni, sinfdan sinfga o'tuvchi imtihonlarni joriy qildi. Shuningdek, Abdulla Avloniy maktabda imkon qadar ko'proq bolalar ta'lim olishi uchun xayrli mablag'lar yig'ishni tashkil qildi. Demak, aziz o'quvchilar, Abdulla Avloniy ilk marotaba o'zbek tilida darsliklar yaratgan va o'quvchilarning ilmli bo'lishi uchun ko'plab harakatlar qilgan. O'z hisobidan maktablar ochgan. Bizning ziyoli va bilimli bo'lishimiz uchun o'z hissasini qo'shgan buyuk olimlarimizdan biri, ya'ni jadidlarimiz hisoblanadi. O'quvchilar, matn tushunarli bo'ldimi? Unda matn yuzasidan savol-javoblar o'tkazamiz. Abdulla Avloniy maktabga qaysi yangi fanlarni kiritgan? Demak, o'quvchilar, qaysi fanlar ekan? Ha, albatta, geografiya, kimyo va fizika fanlarini. Abdulla Avloniy maktabda ko'proq bolalar o'qishi uchun nimalar qildi? Ha, Abdulla Avloniy xayriya jamg'armasini tashkil qildi. O'quvchilar, bu yerda gap berilgan ekan. Gaplarda so'zlar tushirib qoldirilgan. Biz o'sha so'zlarni qo'yib, gapni to'g'ri o'qishimiz kerak. Demak, men o'rganishni xohlayman. Yaxshi o'qish uchun kerak. Demak, birinchi qatordagi gapda men bilim o'rganishni xohlayman. Yaxshi o'qish uchun bilim olish kerak deb gapni to'ldirsak bo'ladimi? Ha, albatta, bu bo'ladi. Demak, o'quvchilar, buni daftarimizga tushirib olamiz. Bugun mavzumiz hammaga tushunarli bo'ldimi, o'quvchilar? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga vazifani daftarimizga belgilab olamiz. Sinfdoshlaringiz bilan birga o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlab tabriknoma yozing. Demak, o'quvchilar, uyga vazifa tushunarli bo'ldimi? Unda keyingi darsga albatta uyga vazifalarni to'liq bajarib kelishingizni kutaman. Xayr, sog', salomat bo'ling.